Hurmatli ayollar, agar eringiz sizni tashlab ketishini istamasangiz yoki sizdan ajrashib boshqasiga uylanib olishini istamasangiz, quyidagi 7 ta tavsiyamga qat'iy amal qiling, chunki bu sizni ayollik, xotinlik vazifalaringiz hisoblanadi. Demak, birinchisi, eringizni hurmatini joyiga qo'ying va unga itoat qiling. Chunki erkak kishi yaratgan egam tomonidan oila rahbari sifatida yaratilgan. Aksar oilalardagi janjallar erga itoatsizlikning natijasidan kelib chiqadi. Ikkinchisi, eringizni mol-mulkini, uyini, ro'zg'ordagi sizga xarid qilib olib bergan narsalarni, buyumlarni himoya qiling, uni muhofaza qilib, boshqalardan, begonalardan, qarindosh bo'lsa ham boshqalardan asrang. Qarindoshga-ki hatto eringizni ruxsatsiz berishga haqqingiz yo'q. Uchinchisi, go'zalligingizni va chiroyingizni faqatgina eringizga ko'rsating. To'rtinchisi, oilaviy sirlaringiz, eringiz bilan o'rtangizda bo'lib o'tadigan gap-so'zlar va ayniqsa eringiz bilan to'shakda qiladigan ishlaringizni zinhor begona tugul, hatto o'zingizni opa-singlingiz, ota-onangiz, aka-ukangiz va dugonalaringizga zinhor ayta ko'rmang. Ba'zan ayollarni ko'ramiz, eri bilan qilgan jinsiy aloqasigacha dugonasiga, opa-singlisiga, qarindoshlariga aytib o'tiradi. Bu sizni eringizga xiyonat darajasida hisoblanadi. Beshinchisi, eringizni behudaga, bo'lmag'ur narsalar bilan, ortiqcha rashk bilan zinhor g'azablantirmang. Telefonini bekordan bekorga kovlash yoki o'zingizni gapingizda oyoq tirab turib olishlik, bu sizni eringizga nisbatan qilgan noto'g'ri ishingiz hisoblanadi. Oltinchisi, barcha ishlarda eringizdan ruxsat so'rang. Ko'chaga chiqasizmi yoki biron narsa xarid qilmoqchimisiz yoki kimnidir uyga mehmonga chaqirmoqchimisiz, eringizdan ruxsat so'rashingiz shart. Va nihoyat 7-si, eringizning ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillari va qarindoshlarini hurmat qiling. Zinhor eringizga ota-onasini, qarindoshlarini, ayniqsa onasini yomonlay ko'rmang. Chunki erkak kishi uchun bu dunyoda ayollarning orasida eng sevimlisi birinchi o'rinda bu onasi hisoblanadi. Ana undan keyin siz turasiz. Onasi bilan o'rtasiga tushib ularni urushtirishga harakat qilgan ayol hech qachon baxt nima ekanligini, saodat nima ekanligini bilmasdan bu dunyodan o'tib ketadi. Hurmatli ayollar, mana shu 7 ta vazifaga qat'iy amal qilsangiz, hayotingiz go'zal va saodatli bo'ladi. Zotan bu 7 ta vazifa qadriyatlarimizga ko'ra sizni vazifangiz hisoblanadi.